Ekoda erining urug'i boshqaniki bilan almashib ketadimi? Yo'q, hech qachon bo'lishi mumkin emas. Ekodan keyin tabiiy homilador bo'la oladimi? Ha, albatta, agar ekoga ko'rsatma bachadonnaylarning yopiqligi bo'lmagan bo'lsa, ya'ni bachadonnaylar ochiq bo'lsa, tabiiy homilador bo'lishi mumkin. Erini urug' foizi 0 bo'lmasa, tabiiy homiladorlik yuzaga kelishi mumkin. Ekoda har doim egizak bo'ladimi? Yo'q, har doim egizak bo'lmaydi. Ekoni 40 yoshdan keyin ham qilsa bo'ladimi? Ha, albatta 40 yoshdan keyin agar tuxum zaxiralari bo'lsa, albatta qilsa bo'ladi. Eko o'zi og'riqsizmi? Eko og'riqsizmi? Ekodan tug'ilgan bolalar kelajakda tabiiy ekosiz farzandli bo'la oladimi? Ha, albatta. Oddiy tabiiy homiladorlikdan yuzaga kelgan farzandlar kabi sog'lom bo'lishadi. Eko 100% garantiya beradimi? Yo'q, eko 100% garantiya bermaydi. Ekodan keyin ayollarda tuxum soni kamayadimi? Yo'q, tuxum soni kamaymaydi.